kibernetik tizimga o'xshaydi. Muammo shundaki, ko'pchiligimiz bu tizimni ongli ravishda boshqarmaymiz. Natijada eski qo'rquvlar, muvaffaqiyatsizlik xotiralari va ichki tanqidchi bizning ichki dasturimizga aylanib qoladi. Maxwell Maltz amerikalik plastik jarroh va psixolog mutafakkir. U uzoq yillar davomida tashqi ko'rinishi o'zgargan, ammo ichki holati o'zgarmagan bemorlarni kuzatib, muhim xulosaga keladi. Inson hayotini tashqi emas, ichki tasvirlar belgilaydi. Aynan shu kuzatuvlar Psixokibernetika kitobining poydevoriga aylangan. Kitob ilk bor 1960-yillarda nashr etilgan bo'lsa-da, uning g'oyalari bugun ham dolzarbligini yo'qotmagan. Ichki xotirjamlik, yutuq va muvaffaqiyatlarimiz poydevori. Ikkinchi fikr. Inson o'z hayotini qanday nazorat qiladi? Ushbu kitobning asosiy g'oyasi shundaki, agar inson ong qanday ishlashini tushunib, uni boshqara olsa, u o'z hayotida sodir bo'layotgan voqealarning bevosita muallifi bo'lishi mumkin. Maxwell Maltz bu yerda motivatsiya, o'zini majburlash haqida emas, balki inson ichida allaqachon mavjud bo'lgan mexanizmni to'g'ri yo'naltirish haqida gapiradi. Inson muammosi ko'pincha harakatga yetishmasligida emas, balki noto'g'ri ichki buyruqlardadir. Muallif inson ongini maqsadga xizmat qiluvchi tizim sifatida ko'radi. Bu tizimning o'ziga xos jihati shundaki, u tanqid qilmaydi, baholamaydi va haqiqatni yolg'ondan ajratmaydi. U faqat miya tomonidan shakllangan tasvirlarni ro'yobga chiqaradi xolos. Agar inson ongida doimiy ravishda xavotir, muvaffaqiyatsizlik yoki rad etilish manzaralari takrorlansa, ong tashqi qarorlar, xatti-harakatlar va hatto imkoniyatlarni ham shu yo'nalishda shakllantiradi. Natijada inson o'z hayotida takrorlanayotgan muammolarni taqdir yoki omadsizlik deb izohlaydi. Kitobning markaziy nuqtasi inson o'zini o'zgartirishga urinmasligi kerak, balki o'ziga berilayotgan ichki signallarni o'zgartirish ko'nikmasini shakllantirish zarur fikri atrofida aylanadi. Muallifga ko'ra, shaxsiyat qat'iy narsa emas, u doimiy yangilanib turuvchi tasvirlar yig'indisidir. Ong tasavvurlar bilan mashq qildirilmagan bo'lsa, kishida jasorat uyg'onmaydi. Uchinchi fikr. Ichki mexanizmni qayta sozlash bosqichlari. Kitobning dastlabki bo'limlari ichki tasvir tushunchasiga bag'ishlangan. Muallif shuni ta'kidlaydiki, insonning o'zi haqidagi tasavvuri bolalikdagi tajribalar, tanqidlar va muvaffaqiyatsizliklar asosida shakllanadi. Masalan, maktabda bir marta doskada adashgan bola "men omma oldida gapira olmayman" degan xulosani ongiga yozib qo'yadi. Yillar o'tib u bilimli bo'lsa ham taqdimotdan qochadi. Ko'p iqtidorli insonlar aynan shu sababli o'z imkoniyatining yarmiga ham yetib bormaydi. Chunki ong "sen bunga loyiq emassan" degan eski buyruqni bajarishda davom etadi. Kitobning eng muhim va ko'p e'tibor talab qiladigan bilimlardan biri inson miyasi qanday ishlashiga bag'ishlangan. Muallif bu yerda miyani his-tuyg'ular markazi yoki mavhum ong sifatida emas, balki aniq vazifaga xizmat qiluvchi avtomatik tizim sifatida tushuntiradi. Uning fikricha, miya buyruq beruvchi emas, ijrochidir. U savol bermaydi, shubhalanmaydi va berilgan signalni to'g'rimi yoki noto'g'rimi deb tekshirmaydi. Qanday tasvir va qanday yo'nalish berilsa, u o'sha tomonga harakat qiladi. Kitobda qayta-qayta ta'kidlanadiki, miya real tajriba bilan kuchli tasavvurni deyarli bir xil qabul qiladi. Shu sababli ongda doimiy takrorlanadigan ichki manzaralar, xususan muvaffaqiyatsizlik, rad etilish, sharmandalik kabilar vaqt o'tib avtomatik xatti-harakatlarga aylanadi. Inson o'zi sezmagan holda shunday qarorlar qabul qiladiki, ular bu ichki manzaralarni tasdiqlab beradi. O'zing haqingdagi ichki tasvirni o'zgartirsang, xatti-harakatlaring ham o'zgaradi. To'rtinchi fikr. Yashirin mashqlar ajoyib natijalarga olib keladi. Maltz tasavvur qilishni bolalarcha xayolparastlik emas, balki amaliy mashq deb ko'radi. Sportchilar, jarrohlar va san'atkorlar ichki repetitsiya orqali muvaffaqiyatga erishishini misol keltiradi. Maltz yana bitta nozik jihatni ko'rsatib o'tadi. Unga ko'ra, tasavvur kuchi faqat kelajakka emas, balki o'tmish xotiralari bilan qanday yashayotganimizga ham bog'liq. Ongda qayta-qayta jonlanadigan eski vaziyatlar bugungi tanlovlarga bevosita ta'sir qiladi. Inson real xavf yo'q bo'lsa ham ongda tanish bo'lgan salbiy manzaradan qochadi.
Biror suhbat yoki chiqishdan oldin o'zini ishonchli, xotirjam holatda tasavvur qilgan inson real vaziyatda ham ancha erkin harakat qiladi. Chunki miya bu holatni allaqachon tanigan bo'ladi. Kitobning muhim bo'limlaridan biri xatolarni qabul qilish haqida. Muallifga ko'ra, xatodan qo'rqish ichki tizimni ishdan chiqaradi. Xato signal bo'lish kerak, hukm emas. Masalan, bir loyiha muvaffaqiyatsiz chiqsa, men qobiliyatsizman deyish o'rniga men qayerda xatoga yo'l qo'ydim deb qarash ichki mexanizmimizni sog'lom saqlaydi. Ushbu kitobda xato muammo sifatida emas, balki inson ongining qaysi rejimda ishlayotganini ko'rsatib beruvchi indikator sifatida talqin qilinadi. Xato va o'zini ayblash bir xil narsa emas, ammo ko'pchilik ongida bu ikkalasi qo'shilib ketgan. Natijada inson xato qilgach, vaziyatni tahlil qilish o'rniga o'z shaxsiyatiga hukm o'qiy boshlaydi. Yangi urinishlar xavfli ko'rina boshlaydi, tashabbus kamayadi, kishining o'ziga bo'lgan ishonchi sekin-asta so'nib boradi. Muallif ichki xotirjamlikni shunchaki tinchlanish yoki stressiz holat sifatida emas, balki inson ongining eng samarali ishlash rejimi sifatida talqin qiladi. Kitobda aniq ko'rsatiladiki, inson o'zini doimiy nazorat qilganda, xato qilmaslikka so'z berib urinayotganida yoki natijani majburlayotganida ong tabiiy ishlash qobiliyatini yo'qotadi. Inson miyasi erkin bosimsiz holatda bo'lgandagina to'g'ri qarorlar chiqaradi. O'zini doimiy baholash, boshqalar bilan solishtirish va tanqid qilish ongni himoya rejimiga o'tkazadi. Bu rejimda inson faqat xatodan qochadi. Aksincha, ichki xotirjamlik holatida ong muammoga yechim topishga tayyor bo'ladi. Ijodkorlik va moslashuvchanlik kuchayadi. Muvaffaqiyatni quvib yetish emas, unga yo'l berish kerak. Bu fikr ko'pchilik uchun g'alati tuyulishi mumkin, ammo aynan shu holatda inson o'zining tabiiy salohiyati bilan ham nafas bo'la oladi. Muammo bilimda emas, kishining o'zi uchun shakllantirib olgan ichki obrazida. 5-fikr: ilhom va mas'uliyat orasidagi nozik chegara. Psixokibernetika haqida shaxsiy fikr bildirar ekanman, eng avvalo shuni aytish kerakki, bu kitob o'quvchini shunchaki ruhlantirib qo'ymaydi. U insonning o'ziga bo'lgan munosabatini tubdan qayta ko'rib chiqishga majbur qiladi. Kitobning eng katta yutug'i ham aynan shu. U muammoni tashqaridan qidirish emas, ichki sozlamalardan izlash kerakligini uqtiradi. Inson o'zini qanday ko'rsa, hayoti ham asta-sekin o'sha shaklni ola boshlashi g'oyasi juda sodda, lekin nihoyatda chuqur. Kitobning kuchli jihatlaridan yana biri amaliy fikrlash uslubi. Muallif mafhum psixologik terminlarga berilib ketmaydi, balki real hayotiy misollar, kasbiy tajribasi va kuzatuvlari orqali fikrini isbotlaydi. Ayniqsa, tasavvur qilish, ichki dialog va xatolarga munosabat haqidagi bo'limlar o'quvchini o'z hayotiga bevosita qarashga majbur qiladi. Bu kitobni o'qib bo'lgach, ko'p odamlar men shunchaki qotib qolgan ekanman degan xulosaga kelishi bejiz emas. Shu bilan birga kitobning ba'zi cheklovlari ham bor. Birinchidan, u zamonaviy ilmiy tilga o'rganib qolgan o'quvchi uchun ba'zan soddaroq, hatto takroriy tuyulishi mumkin. Ikkinchidan, Moltz ayrim hollarda tashqi omillar, ijtimoiy bosim, iqtisodiy sharoit yoki real cheklovlarning ta'sirini yetarlicha ko'rib chiqmaydi. Bu esa ba'zi o'quvchilarda hamma narsa faqat onga bog'liq degan haddan tashqari soddalashtirilgan xulosa uyg'otishi mumkin. Aslida esa kitob to'g'ri tushunilsa, u tashqi omillarni inkor etmaydi, balki insonning ularga bo'lgan ichki munosabatini markazga qo'yadi. Ong bosimlardan emas, unga bildirilgan ishonchdan kuch oladi. 6-fikr: ichki kurashlarni yenga olgan insongina yuksaladi. Ushbu kitobning eng qimmatli va mazmunli qismi bu uning amaliy xulosasidir. Chunki Maxwell Maltz o'quvchini shunchaki tushunishga emas, ichki holatini real hayotda o'zgartirishga chorlaydi. Birinchi eng muhim qadam kishi o'zini qanday tasavvur qilayotganini anglash. Har bir insonning ichida bir ovoz bor. U kimligimizni, nimaga loyiq ekanimizni aytib turadi. Agar bu ovoz doimiy ravishda sen eplay olasan, bu sen uchun emas desa, ong avtomatik tarzda shu buyruqlarni bajaradi. Amaliy jihatdan esa har kuni ongli ravishda o'zimizni xotirjam, ishonchli va muvaffaqiyatga yaqin holatda tasavvur qilish ichki dasturimizga yangi signal yuborish bilan barobardir. Bu mashq qisqa, ammo muntazam bo'lishi kerak. Ikkinchi muhim tamoyil xatolarga bo'lgan munosabatni o'zgartirishdir. Muvaffaqiyatsizlikdan keyin o'zimizni tanqid qilish o'rniga qayerda xato qildim degan savolni berish kerak. Shu savol ongni himoyadan rivojlanish rejimiga o'tkazadi.
Uchinchi jihat, tasavvur va harakatni uyg'unlashtirish. Faqat xayol qilish yetarli emas, lekin tasavvursiz harakat ham samarasiz. Shunday qilib bu kitob siz o'zingizga dushman bo'lib yashayapsizmi yoki do'st savolini o'rtaga ko'ndalang qo'yadi. Chunki o'z ongi bilan bitimga erishmagan inson hayot qiyinchiliklarini yenga olmaydi. U bilan kelishgan odam esa asta-sekin, lekin barqaror ravishda hayotning ma'nosini kashf qilib, o'z yo'lini topadi. Inson o'zini qayta tanib tin olganda muvaffaqiyat va o'zgarishlar uning ortidan quvib keladi. Taqriz muallifi Feruza Komil, filolog.